Payg'ambar alayhissalatu vassalom bir kuni sahobalarning huzurlarida minbarlarga chiqyaptilar. Minbarlarga. İlk oyoqlarini qo'yishlari bilan amin dedilar. Rasululloh amin deyaptilar. İkinci durj deyiladi, daraja, ikinci darajaga qo'ydilar. Tomlamdik nechta? Uchinchisi 3ta ekani. İkincisida ham amin dedilar. Duo qilyaptilar. Aminni aytyaptilar. Lekin nimaga amin deyishlari deganliklari sahobalarga noaniq. Uchinchisida ham amin dedilar. Va 3ta aminlarini aytganlaridan keyin sahobalar so'radilar: "Ya Rasululloh, bu aminni nega dedingiz? Amin dedingiz ama biz eshitmadik. Duosi qani buni?" deganlarida Payg'ambar alayhissalatu vasallam bayon qildilar. İlk minbarimni birinchi darajasiga oyog'imni qo'yganimda Hazreti Jabroil keldi va aytdiki: "Man adraka abawayhi aw ahaduhuma falam yughfar lahu ragima anfuhu." Yana bir rivoyatda ba'adallohu 3 marta. Kimda kim bir mu'minni ota-onasi bo'la turib yoki birlari bo'la turib uni jannatga olib kira olmasa, ya'ni ularni sababidan ularni rozi qilib jannatga kira olmasa, u bandani burni yerga ishqalansin, xor bo'lsin deya Hazrati Jabroil duo qilyaptilar. Rasululloh o'sha duoga amin debdilar. Bu birinchisi. İkincisi mana shu Ramazonni ko'p so'raylik deganligimiz shu azizlar. Chunki Ramazon kelib roza tutmaydiganlar dunyoda qancha? Ramazon kelib Ramazonni qadrini bilmaydiganlar qancha? Bugun Allohning lutfi bilan siz mana shu go'zal siymoda kelib masjidlarimizni to'ldirib ibodatingizni qilyapsiz, taroveh namozlaringizni o'qiyapsiz, tahajjudlar va albatta xatm Qur'onlar, bu Allohning sizga lutfi. Alloh agar bermasaydi, siz ham biz ham kimlar kabi bir holatda bo'lgan bo'larmidik? Vallohu alam. Alloh o'zi asrasin. Endi ikkinchi duolari shunday bo'lgan ekan: "Man adraka Ramazon falam yughfar lahu." İkinci oyoqlarini qo'ygan paytlarida o'zlarining minbarlariga chiqayotib, unda Hazreti Jabroil shunday duo qildilar: "Kimda kimga bir Ramazon kelsa-yu, lekin u mag'firat qilinmasa, uni ham yuzi, burni yerga ishqalansin. Burni yerga ishqalansin, yuzi yerga ishqalansin, xor bo'lsin. Alloh o'zidan uni uzoq qilsin" deya Hazreti Jabroil, qarang, farishtalarning sayidi duo qilyaptilar, payg'ambarlarning sayidi amin deyaptilar. Endi bu duo ijobat. O'shanga otalarimizdan bizni iltimosimizki, duo qilayotgan paytlarda shu Ramazonni qo'shib duo qilsinlar. Ko'p Ramazonlarga yetkizsin. Allohim seni bolam deya duo qilsinlar. Biz shu iltimosni qilamiz. Va uchinchisini ham aytayman.